智 housekeeper. Ko'ryapsizlarmi? Turn on the light. Like this. Ko'rayotganingiz ikki tilda ishlaydi. Bu Xitoy tilida yoki bo'lmasam ingliz tilida DeepSeek GPT orqali menimcha buni regulovka qilishingiz mumkin. Rus tilidagi tilni qo'shib bemalol masalan bu xonani boshqarishingiz mumkin. Keyin buni dachaga ham bemalol olsangiz bo'ladi. Masalan qanaqa? Bitta yerni olib, bitta mashinasini o'rnatasizlar, tamom. Qolgan joyiga u bosh qotirib o'tirishi shart emas. Qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan balkonni ko'ryapsizlar. Ikkinchida ichkariga kiramiz. Kattagina ko'rayotgan bo'lsangiz spalniy bo'lyapti. Razm solamiz xonaga. Bu ko'rayotganingiz dush. Bu ko'rayotganingiz tualet bo'lyapti. Qaranglar, отдельно o'zbekbop variant. Mana bu yerda yana umuvvanlik ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Dalchi ko'rsatamiz, qaranglar. Bu yoqdan pastga tushamiz. Bu yoqdan mana tepani qarab, tomosha qilib pastga tushasizlar. Pastga tushganingizda qaranglar qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan katta prostranstvani ko'ryapmiz sizlar bilan. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoq ham spalniy bo'lyapti. Keyin klimat kontrolli ovoz orqali bu yoqdan boshqarasizlar. Qaranglar qanaqa zo'r. Bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan termostatli смесительный dush o'zini komplektida bo'lyapti. Shunaqa vanna bu yoqda smart unitaz. Mana shu ko'rinishdagi uy 43 mingga olasizlar. Bunaqa uylar razmeriga qarab 15 mingdan boshlanadi.